Assalomu alaykum. Jaz ayı kirib keluvi менен bir qator juqbali kasalliklar xavfi ortadi. Issiq havo rayi, shomilov, sayohat etүү, жуылмаган мөөлөрдү жөө инфекциялардын таркалуу үчүн колайлуу sharoit жаратат. Jaz mavsumida qaysi kasalliklar ko'proq uchrasuu ham ulardan qalay saqlanуу mumkin ekanligini bilib olaylik. Eshak infeksiyalari eng ko'p tarqalgan kasalliklardan hisoblanadi. Salmonelloz, dizenteriya, virus ham bakteriyalar keltirib chiqaradigan eshak infeksiyalar bularning barlig'i sapasiz yamasa жаман жуылган oziq-ovqat, ашык suv basseynlarining suv ichu gigiyena qoidalarini buzuv oqibatlari bo'lishi mumkin. Өнімлердің әсіресе süt, go'sht ham konditer өнімлерінің saqlanуу muddatini baqlab boring. Ovqatni qo'ldan sotib olib issida saqlamang. Patas suv basseynlarida shomilov, teri, ko'z ham hatto eshak infeksiyalarini olib keluvi mumkin. Suvdың санитариялық qadag'alov o'tkaziladigan rasmiy ruxsat etilgan shomilov o'rinlarini tanlang. Jaz kasallik tarqatuvchi janiklarning harakat vaqti. Keni, shibin-shirkey ham shibinlar virusli ham bakteriya etiologiyalik infeksiyalardir. Masalan, isitmalar, yamasa leishmanioz ham tag'i boshqa kasalliklar tarqatuvchilari hisoblanadi. Repellentlardan foydalaning. To'g'ayda jobiq kiyimlarni kiying. Seyil etgandan keyin terini tekshirib turing. Balalarga ayriqcha e'tibor qaratiluvchi tez. Ularning organizmi aziz bo'ladi. Infeksiya belgilari tezroq rivojlanuvi mumkin. Darmansizlanuvning dastlabki belgilari paydo bo'lganda shifokorga murojaat eting. Apvoyi qoidalarga amal etу, toza qo'llar, qavfsiz ovqat, toza suv ham shibin-shirkeylardan qo'rg'anuv, den sog'lig'ingizni saqlov ham jazda kasalliksiz o'tkazishga yordam beradi. O'zingizni ham yaqinlaringizni saqlang. Jazingiz sog' ham qavfsiz bo'lishini tilaymiz.